Bugungi darsimiz falsafa fanidan. Estetika nimaligini juda yaxshi bilasizlar. Falsafaning bitta tarkibiy qismini tashkil etadi. Bugungi ochiq seminar darsimizda qo'yilgan savollar to'plami 5 ta. Estetikani predmeti, obyekti, shakllari, tuzilishi bo'yicha, undagi nazariy qarashlar bo'yicha, yana g'oyalar bo'yicha ketyapti. Kategoriyalarni an'anaviy holatga kelishi, zamonaviy tasniflar, go'zallik va uning muqobilligi. Muqobilligi bor, go'zallik kerak. Qarama-qarshi holat bo'ladi go'zallikda. Keyingi tabiatning estetik jihatlari, tabiatga bo'lgan munosabat, insoniyatning tabiatga, bashariyat vakillarining tabiatga bo'lgan munosabatini anglash, eng oxirgisi texnologik sivilizatsiyaning bugungi nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsak, texnologik madaniyat kuchli bo'lishi kerak. Zamon o'zgaryapti, odamlarning qarashi o'zgaryapti, odamlarning g'oyasi o'zgaryapti. Umumiy jamiyatga bo'lgan munosabat masalalarida vatanni sevish, uni ardoqlash, vatanga bo'lgan munosabat estetik nuqtai nazardan qaralishi kerak. Bugungi o'tiladigan ochiq seminar darsimizga qo'yilgan 5 ta vazifalar bor. Shu vazifalarga birinchi savol bo'yicha fikr bildiruvchilar marhamat. Stil to'g'risida, estetik qarash to'g'risida, estetik g'oyalar to'g'risida qanday fikr bildiradi? Go'zallikni hammasi degan bilan haqiqat tasavvur bo'lishi kerak. Bilim degan tushunchaga tayinli holatda, ko'nikma hosil qilgan holatda, malakaga ega bo'lgan holatda estetik yo'nalish bo'yicha ma'lumot to'plash kerak, baza yaratish kerak. Go'zallikni har qanchasi qiladi, har qancha stilga ega bo'lish kerak. Bu insonlarning go'zallikni dunyoga boshqacha nazardan qarash qobiliyati, estetik insonlar boshqalardan go'zallikni to'g'ri va bu qarashlar ajralib tushadi. Estetikadagi vositalardan biri san'at avtorlari, ya'ni rassomlar, haykaltaroshlar, bastakorlar, ularning hammasi estetik juda yuqori bo'lgan insonlardir. Ular dunyoga bizdan ko'ra boshqacharoq boqishadi va mana shu o'zini ham san'at sifatida shakllantirishgan. Yana estetikani shakllantirish bizga yoshligimizdan estetika shakllanib boradi. Bunga mahalla, oila ta'lim muassasalari, ko'pincha ta'lim muassasalari yordam berishadi. Estetika deganda faqat narsalarni chiroyli ko'rish emas, befarosatlik, boshqa narsalarga zarar yetkazishga tuyg'ulardan, harakatlardan uzoqlikda bo'lishlar odamning estetikasi yuqori ekaniga dalolat beradi. Estetika fanining falsafaning bitta bo'limi hisoblangan estetik yo'nalishdan obyektiv falsafiy mohiyati bo'yicha qaraladigan bo'lsa, biz masalan O'zbekistonda Markaziy Osiyo bo'yicha mutafakkirlarning falsafiy qarashlarida umuman olib qaraganda Abu Nasr Farabiy ta'limoti, o'sha Hosil odamlar shaxs asarida keltirilgan g'oya fikrlar, Misr piramidalarini kiritish mumkinmi? Samarqandda masalan Registon maydonini kiritish mumkin, Go'rol Amir maqbarasini kiritish mumkinmi? Xorazmda Ichan qal'ani kiritish mumkinmi? Toshkent shahrining go'zalligi to'g'risida masalan tarixiy nazar tashlaydigan bo'lsak, qurilayotgan inshootlarni nazarda tutyapmiz. Odamlarda o'zgarish bo'lishi kerak, yaxshi tomondan. Inson yaxshi tomonini olish uchun hislatini, fazilatini, hissiyotini anglash kerak. Masalan, odamni rangiga boya aytdim-ku, odamni rangiga qarab boqa berib bo'lmaydi. Buni gapiradigan gapiga, ichki dunyosiga, ichki ruhiy kechirmasiga, tashqi muhitni idrok qilishiga, masalan, tashqi olam, naforsat olami bo'ladi. Yevropadagi madaniyatda qarash, yoki ma'naviyat, yoki ma'rifat, Markaziy Osiyo regionlariga, Sharqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi.
mexanizmni shakllantirib majburlab birorta bir g'oyani singdirishim bu estetikaga to'g'ri kelmaydi, etikaga to'g'ri kelmaydi. O tasavvufdan bo'ladi. To'g'rimi? Shariat arkonlarida keltirilgan o'sha qonun qoidalari islom qonun qoidalari. Uning asosiy funksiyasini to'g'ri bajaradiganlar bor, bajara olmaydiganlar bor. Hammasini tagida zamirda bitta narsa bor. Estetik nima? Dil. Estetik on. Nima deydi? Borga o'zimizda ham forma kiydi desa, ko'pchilik yoqmaydi. Lekin hamma joyi o'zini dress-kodi bo'ladi. Formada kelish kerak. Misol uchun to'y kerak, kiymoqchi borish mumkin. Yo'qsa sportga qatnashmoqchi bo'lsa, formaga qatnashilmaydi. Bu hamma narsasini o'zini mezoni bo'ladi. Kiyish madaniyatida ham odamlar aytadi, yangi kiyim zo'r deydi, lekin shu eski kiyim bo'lsa ham, toza qilib, tartibli kiysa ham, bu dinda ham bor narsa. Yangi kiyim bo'lmasa ham, toza qilib, o'shani og'zida qilib kiyish kerak. Keyin o'ziga olib berish deganda, gapga qo'shilib, dinda ham aytilgan, eng yaxshi pardoz, ayollar uchun ham erkaklar uchun eng yaxshi pardoz bu suv degan. Toza yurish, toza kiyinish, bu estetikani ham simitsa ham bo'ladi. Muzeylar, haykaltarosh namunalari dedik, o'sha orqali bizlarning estetik qarashlarimiz, ularga bo'lgan munosabatlarimiz yuzaga keladi. Masalan, kimlardir shu rasmdan boshqacha taassurot olsa, o'zining estetik dunyosiga qarab xulosaga kelgan bo'lsa, masalan, boshqalar o'zining qarashlari bo'yicha shu rasmdan boshqacha taassurotga ega bo'lishi mumkin. Bugungi o'tilgan falsafa haqida o'tilgan estetika mavzusidagi ochiq seminar darsi juda sermazmun, mohiyati oshib berilgan. Har bir o'quvchining, talabaning individual tarzda yondashishi bu talabalarning estetik tarbiya, estetik tuyg'u, estetik onga bo'lgan munosabatining zo'rligidan dalolat beradi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, har birimizning ongimizdan, estetikamizdan vatanga bo'lgan mehr-muhabbatning borligi, jamiyatga bo'lgan go'zallikni his qilish, tabiatga bo'lgan, nafosatga bo'lgan go'zallikni his qilish bu inson uchun eng kerak bo'lgan asosiy muhim masalalardan biri ekanligini ko'rsatish mumkin.